Uyghur ilida turma jazo o'tayotgan mahbuslarning oila tavobatlariga zo'r miqdorda jarima qo'yilayotganligi haqidagi aniqlashtirimiz davomida mahbuslarning turmada bekor qo'yilmayotganligi va har xil haqsiz va majbur emgaklarga selinayotganligi oshkorlandi. Telefonimizni qabul qilgan Urumchidagi ma'lum bir turma boshqarish idorasi xodimi o'zining yaqinda Turpan Daxiyan turmusini ko'zdan kechirganligini va turmadagi mahbuslarning ahvolining atalmish alohida yaxshi ekanligini bayon qildi. Şu aşbir kuruştu doğru başlık kuruşturmuşlar. Adı nene hem de bir yakışlar vardı da. Muşa atma kalden hem de şunun için bir görep. Allah'ın turmuş ahvalını kandatta özellikle. Özgürlük ahvalını bir görsün diye muşa bir ziyaret katı karakterli uyuştu kaçtı. Nima? Kirsiniz, qanchalik balni ko'rdingiz? Ballarning soni qanchalik? Birazdak ballarlar şu. Bir tamamı birlikte kaçarsanızda. U yana mahbuslarning kuniga 8 soat ishlaydiganligi va ishlarining atalmish yangilik ekanligini tasvirladi. Qanday u bolaning kayfiyati qanday? Ro'y tushkunmi? Yaxshi. Emgak bilan shug'ullanmadiki? Shug'ullangan simga chiqmadi da. Ishi ushak ishlamdalik egirishimi? Shundaymi? Yo'ruq. Qancha soat? 8 soat tizimcha. Ma'lum bo'lishicha, bu xodim mazkur turmadan 13-atraf xizmatlariga mas'ul bo'lib, bu Shisan turmisi 13-atrafning ahvoli. Turpan Daxiyanda. U o'tgan yili tekshirishga bag'ında mahbuslarning quruq uzumlarni turga ayirayotganligi, uning oldida ko'ktatlarni yeyishga qochlayotganligini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Turpanning quruq uzumlarini turga ayiraydigan zalda o'tiradi. Keyin laza mana turga ayiradigan. Ana biga quruq lazim. Ana biga cho'ng bir zallachi zallinchi üzümü turga argandımı şu jozotu bir tüker bir halik lazım şunak. Bu o'tgan ayning 9-kunimi mazkur atratga yana bir fasllik tekshirishga borgan bo'lib, bu qatam mahbuslarning mikro elektrosaymonlarini qutilar qachlayotganligini ko'zdan kechirgan. Yaqinda men o'tgan 5-oyda 9 kirgan o'tgan shu aytgandagi teshkilni chiqdimi shishib. Elektr asablardan bir kichik zakaslarni qo'yishtiradigan bir ishni. 5-oydan 9 kirsam, abi men degan elektr zakaslarniki ajandaq bir shaqnilarni qildigan ishga. Shuni ham shu jo'zatib tizibirib, lampochkalarni yoqtirib, shuni bilan shuni qo'rashtiradiganni. Manda qo'rashtirsa, manda qilsa ba'zi shu narsalarni bular turayotgan akirib beramsizlar yoki bularni sirtqa ochqamsizlar shu uzumliklarga? Narsani shu tashin turmani ichiga kirdilar. Shu quruq uzum lazlarni shu turmani ichiga kirib bersizlar. Navbatda chet elda yashayotgan bir sobiq mahbus o'zining 2014-yili qamoqxonadan turmaga yetkilish jarayonida Turpan Daxiyan turmusida 2 hafta turganligi. Men Turpan Daxiyan turmusida bir kishi yotgan. Yetishimlik sabab bizni logiyaga ilib mangan vaqtida shu Turpan Daxiyan turmusiga yo'l qo'yib qo'yilgan mahbus bor ekan. Shu mahbusni qo'yib qo'yish jarayonida shu Turpan turmusni tepib berib bo'lg'ach kechib ketdi. Ular kechida yo'lga chiqmaymiz deb bizni Urumchi tarafga mashina taraf ilib mangan boshqa bolalar vardı mashinada. Bizni aşağıya bizni qamab qo'ydi. Ya'ni ko'rgan. Bu jarayonda bu yerdagi mahbuslarning kuniga 11 soat ishlayotganligi shohid bo'lganligini bildirdi. Turpan turmusi shu ikki bo'lakka bo'lingan, ikki cho'ng turma sepilgan ichiga ilingan. Uning bir tarafida simon zavodi var. Bu yerda bizniki bolalar yotgan. Ikkinchi tarafida zavodlashgan yer bor. 8 soat asosiyatni ishlatmaydi. Vazifa beradigan, shu vazifani o'rnayolmasa, uni shunday qatib ishga soladi yoki oqshom taraflarida uning jazo beradi. Ertaga soat 6da onimizin 9da, oqshom soat 11da yotqizadi. Uning deyishicha, mazkur turmaga oid bo'lgan va bir Xitoy ko'chman tarafidan boshqariladigan turma atrofida 500 ming quruq uzumlik bor bo'lib, bu uzumlikning barliq ishlariga mazkur turmadagi mahbuslar silindi ekan. O'chaqdagi nimada Turpanniki shu turmaniki taxminan 20-30 kilometr bir yer og'liqda mustaq 500 ming uzum talliq bor ekan. Turmaniki bir Xitoy ochgan sayga shu uzumlarning uzumlarini uzadiganga shuni quritib agagandan keyin shuni turga ayiradigan ishlar bor. Yuqorqi turma xodimi mahbuslarga ish haqqi berilmaydiganligi haqidagi savolimizga javob bermadi. Ammo sobiq mahbus ayni chog'da turmalarda mahbuslarga faqat oyda 8 yuan turmush pul berilganligi, bu pulning tozliq xarajatlariga yetmaydiganligi, shunga mahbuslar
oilasidan kelgan xarajat pullar bilan yemak va turmush buyumlaridagi yetersizliklarni qamdaydiganligini tilga oldi. Haq berish masalasiga kelsak, men Logayda yotgan vaqtimda bir oyda 8 yuan, Xitoy pulusiga 8 yuan pul berdi. Shuningga o'zimiz qog'oz ilib, tozalik qog'ozi, sipas degandek narsalarni olib, bu agiz yetmaydi, ammo shu uydan kelgan pullarga boshqa narsalar ilib, bizim putumuzga oyoq deymiz, ish kiyim deymiz, pachbret do'konning mal bahsi qimmat, do'kondan mal sotib olish uchun ular ruxsat qilsa, do'kondan bir narsani sotib olib qo'ydi. Havaskor tadqiqot sifatida Uyg'urlarning turma ahvolini tordagi materiallardan va sun'iy amra suratlardan ko'zitib kelayotgan bu sobiq mahbus navbat Turpanda 17 o'rinda turma, qamoqxona va lager borligini, bu yerdagi tutqun va mahbuslarning hammasining degidek o'xshamagan darajada majbur emgak silinayotganligini ilgari surdi. Turpanda jami meningki hozircha aniqlaganimda 17 dana lager, o'lim lager deb ism qo'ydim. Shunaq yava. Buning 5i qamoqxona, ya'ni Kandrusu, 10i lager, yana Pishin Junction degan shu tarbiyalash markazi degan. Ikkisi turma, Daxiyan bozoridagi. Jami bularda taxminan umumiy yig'ib vaqtda 150 ming yaqin odam patqadak qamoqxona. Ularning binolarini tekshirgan vaqtimda shundaroq sanspir chiqqan qo'limda dalil isbotli bor. Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqorida Turpan turmusida mahbuslarning mikro elektrik saymonlarini qutilarga qachalash qatorliq majburiy emgak silinayotganligi haqida anglitish berdik.